Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Psixologiya tarixi. Bugungi mavzuyimiz 19 asrning oxiri 20 asr boshlarida Rossiyada psixologiyani rivojlanishi. Demak, bizga ma'lumki, O'zbekistonda psixologiya rivojlanishiga eng katta ta'sir ko'rsatgan omil bu Rossiyadagi psixologik muhit, bu yerdagi psixologiyani rivojlanishi bo'lganligini aytib o'tishimiz mumkin va shu boisdan bu yerda vaziyat qanaqa bo'lgan. O'sha e, Rossiya hududida 19 asr 20 asr boshlarida psixologiya umuman mustaqil fan sifatida shakllangandan keyin bu yerda qanaqa vaziyat bo'lganligini bir tavsiflab o'tib ko'ramiz. Hop, demak, rejamizda Rossiyada psixologiyani rivojlanishi, unga yaratilgan shart-sharoitlar, vositalar, yo'nalishlarni ko'ramiz. Idealistik va mexanistik psixologiyani rivojlanishi, bu yerda ham demak ikkita oqimni ko'rib chiqamiz birgalikda. Psixologiya sohasi 30-yillardagi munozaralar, 1940-65 yillarda psixologiyani fan sifatida rivojlanishi masalalarini demak bugungi mavzuyimizda ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda demak 19 asrning oxiri va 20 asr boshlarida Rossiyada psixologiya falsafadan ajralib, demak ko'ryapmizki, bu yerda 19 asr oxirlarigacha psixologik qarashlar falsafani tarkibida bo'ldi va oxirida mustaqil fan sifatida 20 asr boshlariga borib taqaladi asosan. Alohida mustaqil fan sifatida faoliyatini yuritishni boshladi. Bu davr psixologiya tarixida institutsion bosqich deb atalib kiradi. Ya'ni mana shu nom asosida biz uchratamiz. Bu davrda ilmiy laboratoriyalar tashkil etildi. Ma'lum darajada inson ruhiyatini, uni shaxsni psixik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha bir qancha eksperimental usullar joriy qilindi. Va psixologiya o'zining predmeti, psixik hodisalarni ilmiy tahlil qilishni aniq belgilab oldi deb olish mumkin. Hop, Rossiyada psixologiyani rivojlanishi demak Э, qayerdan borib qayerga borib taqaladi, qayerdan boshlanadi degan savolga javob berib o'tib ketamiz. Birinchi navbatda rus demokratik inqilob vakillari Belinskiy, Gertsen, Chernishevskiyni, Dobrolyubovlarni idealizm, xususan idealistik psixologiyani tanqid qilishdan boshqa yo'ldan bordilar. Ya'ni idealistlar bilamiz, o'sha inson ruhiyatini, psixikasini asl mohiyatini tushunishda ilohiylik yoki bo'lmasam ayrim hollarda ma'naviy borliq tushunchalar bilan bir qancha mavhum tushunchalar bilan yoritishga harakat qiladi. Bularni teskarisi bo'lgan materialistlar esa shaxs psixik xususiyatlarini, ruhiyatini tushuntirishda bir qancha moddiylikdan, ya'ni ko'rish mumkinki ko'zga ko'rinadigan, ushlab bo'ladigan konkret narsalar bilan tavsiflashga harakat qilishadi. Bular materialistlarda Rossiyada kimlar bo'lgan desa, birinchi navbatda Lomonosov va Radishchevlarning demak qarashlari, nazariyalari bu yerda Rossiyada materialistik qarash sifatida yoki bo'lmasa uni mexanistik qarash nomi ataldi, chunki oldingi davrlarda idealistlar va bu yerda materialistlar deb kiritilgan bo'lsa, hozirda idealistlar va mexanistlar sifatida bu yerda ko'rsatib o'tiladi. Belinskiy o'zini o'sha tadqiqotlari bilan psixologiyada o'zini o'rniga ega bo'lgan, ya'ni u miya organlari natijasida boshqa hech narsa emas. Bu yerda aytyaptiki, eng mavhum aqliy tasavvurlar miya organlari natijasidan boshqa hech narsa emas. Ya'ni miya bu narsani vujudga keltiradi, yuzaga chiqaradi deb bildiryapti Belinskiy. Hamma aqliy funksiyalar miyada fiziologik jarayonlar asosida ro'y berishini, psixik hodisalar miyadan tashqarida deb qarash mumkin emasligini bu yerda tushuntirib o'tgan. Bundan tashqari Gertsen mexanistik materializmga qarshi chiqadi. U ong real mavjuddir deb ta'kidlaydi. Ongni materiyadan, inson organizmidan ajratib qo'ygan idealist
qattiq tanqid qiladi. Ong deb yozgan u tabiat uchun butunlay yot narsa emas, balki tabiat taraqqiyotni yuksak darajasidir deb belgilayapti. Ya'ni tabiatda vujudga kelgan va u tabiat taraqqiyotning eng oliy nuqtasi sifatida bu yerda ta'riflaganini ko'rish mumkin. Bundan tashqari, Dobrolyubovning fikricha, dunyodagi moddiy va ruhiy deb ataladigan ikki manba yo'q. Butun mavjudot harakatdagi va o'sishdagi yagona materiyani har xil holatidir deb o'sha materialistik nuqtai nazardan tushuntirishga harakat aslida hech narsa yo'q bo'lib ketmaydi deb izohlaydi o'sha Dobroliyev o'zini psixologik qarashlarida. U ongni, insonni, tabiatni bir qismi mavjudotning eng mukammali, taraqqiyotni koinot tomonidan erishilgan eng yuksak bosqichi sifatida ta'riflab o'tganini ko'rishimiz mumkin. Birinchi psixologiya maktablarini o'sha Rossiyada ilk rus psixologiya maktablari. Ho'p, buni Rossiyada psixologik tafakkur, falsafa, fiziologiya va pedagogika bilan uzviy bog'liq holda, ajratilmagan holda dastlabki davrlarda o'rganiladi. Asosiy markazlari Moskva davlat universiteti va Sankt-Peterburg universiteti, Kazan universiteti hisoblanadi. Moskva davlat universitetida Tokarskiy, Chelpanovlarni nazariyalari, ularni tadqiqotlari asosiy o'rin egallagan bo'lsa, Sankt-Peterburg universitetida Bexterov va Ivan Petrovich Pavlovni uchratishimiz mumkin bo'ladi. Kazanda Krug va Videnskiylarni inson ruhiyati, psixikasi haqidagi yondashuvlarini uchratishimiz mumkin. Hop, ilk markazlar va laboratoriyalar. Birinchi laboratoriya 1870 yilda Moskvada eksperimental psixologiya laboratoriyasi Tokarskiy tomonidan, demak, ish boshladi. U nisbatan sodda bo'lgan oddiy jarayonlarni o'rganishga qaratilgandi. Keyinchalik 1885 yilda Sankt-Peterburgda Bexterov laboratoriyasi ochildi. Bu markazda refleksologiya va neyropsixologiya yo'nalishlari rivojlandi. 90-yilga kelib, aynan Sankt-Peterburgda Bexterovdan keyin Pavlovni shartli va shartli reflekslarni asosini o'rganish bo'yicha psixologiyani fiziologik asoslari rivojlantirildi. Rene Dekartni, demak, nazariyatlaridan ilhomlangan Pavlov bu yerda ilmiy maktab, ya'ni reflekslarni tasniflab, yaralish, vujudga kelish mexanizm va xususiyatlarini, demak, ochib berganini ko'rishimiz mumkin. Yirik olimlari qaysilar edi, ularni qay darajada hissa qo'shganligi bo'yicha ham to'xtalib o'tib ketamiz. Birinchi navbatda bu Bexterovni olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ularni birinchi, ikkinchi bosqichda bo'lib o'rganishimiz ularni ilmiy ko'lamiga qarab emas, o'sha o'rgangan davriga qarab belgilanganligini siz bu yerda tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, Bexterov tomonidan refleksologiya degan tushuncha, ya'ni reflekslarni o'rganishga qaratilgan, o'zi Sankt-Peterburg maktabi vakillari o'sha shaxsdagi reflekslarni o'rganishga alohida e'tibor qaratadi. Psixik faoliyatni obyektiv o'rganish g'oyasini ilgari surdi. Bexterov inson xatti-harakatlarini fiziologik reflekslar orqali tushuntirishga harakat qiladi. Chelpanov Moskva psixologiya maktabi asoschisi, psixologiyada falsafadan ajrab mustaqil fan sifatida ko'radi. Moskva psixologiya institutini tashkil etgan olim sifatida va bu yerda ham bir qancha murakkab bo'lmagan inson ruhiyatiga xos jihatlarni o'rganib chiqadi. Ivan Petrovich Pavlov shartli reflekslarni biz bilamiz, itlarda o'tkazilgan tadqiqot natijasida yana bir qancha mavjudotlarda ham buni o'rganib amaliyotga tatbiq qilgan olim sifatida ko'rishimiz mumkin. Keyinchalik Ivan Petrovich Pavlov bularni obyektiv tarzda konkret ochib berganligi uchun Nobel mukofotini ham qo'lga kiritganligi bo'yicha ma'lumotlar mavjud. Hop, Frankl va Lopatin falsafiy psixologiya yo'nalish vakillari, ular e'tiqod, ong, shaxs muammolarini tahlil qilayotganligini bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni psixologiyani yangi tarmoqlari, yo'nalishlaridan o'sha din psixologiyasiga oid ilmiy manbalar to'plashda ularni hissasi kattaligini ko'rishimiz mumkin. Endi mana bu yerda umumiy tarzda
Rossiyada asosiy e, ilmiy yo'nalishlarni ko'rish mumkin. Eksperimental psixologiyada Tokarsky, Chelpan shularni laboratoriya tajribasi orqali psixik jarayonlarni o'rganishi, refleksiologiyada Bexter Pavlovlarni xatti-harakatdan fiziologik asoslarni tahlil qiladi. Falsafiy psixologiya yo'nalishi Lopatin bilan Frankni demak tadqiqotlari boya aytganimiz din psixologiyasiga asos bo'ladi. Pedagogik psixologiyada Ushinsky, Lazurskiylarni, keyinchalik Vygotskiyni, Rubinsteynni ham bu nuqtai nazardan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana 19 asr, shu 20 asrning o'rtalaridagi asosiy bir ilmiy empirik yo'nalishdagi psixologlar, olimlar sifatida Vigotskiyni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Bundan tashqari Rubinsteyn, Shimyankinlarni, Shoroxova, Platonovlarni ham biz e, ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Ular sobiq ittifoq SSR Fanlar akademiyasi boshidagi falsafiy institut xodimlari jiddiy tadqiqot ishlarini olib borib, inson psixikasini o'rganganliklarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bu asosda hozirgi davr psixologiyasiga, zamonaviy psixologiyasiga o'zlarini demak muhim bo'lgan yordamlarini bergan, ko'maklarini bergan deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Ho'p, platforma dasturlariga bu bo'yicha to'laqonli ma'lumotlarni berdik, chunki Rossiyada bularni qilingan ishlar nihoyatda katta va ularni birma-bir tavsiflab yoritib o'tganmiz va shu bilan birgalikda siz o'sha platformadagi topshiriqlarni bajarib bu mavzuni yanada mustahkamlanib olishingiz kerak bo'ladi.